ibn Hizomning oldiga bordi. Undan himoya so'ratdi. U ham bermadi. Mut ibn Adiyning oldiga kelib, Muhammad alayhisalom sizdan himoya so'raydi deganda, "Mayli kirsin, meni himoyamda u" dedi. Muhammad meni himoyamda dedi. Payg'ambarimiz uni himoyasida Makka ga keldi. Mana avvalgi darslarda aytib o'tganmiz. Endi payg'ambarimiz ana shu mushriklik qilgan yaxshiligini eslab aytayaptilarki, agar Mut ibn Adiy tirik bo'lganida, mendan mana bu asrlarni so'rasa, men albatta u uchun ularni ozod qilardim deydi. Demak, payg'ambarimiz mushrik bo'lsa ham uni qilgan yaxshiligini qadrlayapti, uni yaxshiligini unutmayapti. Bu siz bilan bizga ibratli bo'lgan narsa. Uzoq muddat foydalangan bo'lamiz, birga do'st bo'lgan bo'lamiz, tijorat qilgan bo'lamiz, bir arzimagan bir sabab bilan o'rtamizga sovuqchilik tushib qolsa, avvalgi qilgan hamma yaxshiliklarni shunday yo'q qilamizda, yomonga qoratliqqa chiqarib qo'yamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam asrlarni ko'zdan kechirarkan, ularning ichidan ikkitasiga ko'zi tushdi. Nazr ibn Haris. Nazr ibn Haris. Bu asli Qurayshlik, Hiroga ketib, ana shu joyda eskilardan qolgan afsonalarni, Fors podshohlaridan qolgan afsona ertak hikoyalarni o'rganib kelgan edi. Payg'ambarimiz Makka da odamlarga islomni da'vat qilib, islomga odamlarni da'vat qilib, Qur'on tilovat qilib bersa, Nazr ibn Haris aytardiki, "Bu yoqqa kelinglar" dedi. "Bu yoqqa kelinglar, unga quloq solmanglar. Men undan ko'ra chiroyli narsani gapiraman sizlarga" deb ana shu afsonalarni gapirardi. Aytardiki, "Bima Muhammad khayrun minni." Muhammad nimasi yaxshi mendan? U ham asotir afsonalarni gapiradi, men ham afsonalarni gapiraman derdi. Va qalu asatirul awwalin. Qur'onda necha o'rinda asatirul awwalin degan so'z kelgan bo'lsa, bu Nazr ibn Harisga berilgan javob edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ali roziyallohu anhu ga buyurdi, Nazr ibn Harisni asrlarning ichidan chiqib qatl qilindi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Uqba ibn Abi Muayyidga ko'zi tushdi. Bu kim edi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkadalik davrlarida sajda qilib turganlarida ichki-chavog'larda olib kelib yelkasiga tashab qo'ygan edi. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bo'g'ib, muborak yuzlariga tupurgan edi. Payg'ambarimiz aytadilar, "Bu meni oyog'i bilan ezib turganda, sajda qilib turganimda ko'zimga o'lim ko'rindi" deydi. Yana payg'ambarimizning qo'shnisi bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning eshigining tagiga uydagi axlatlarni olib chiqib tashab qo'yar edi. Uni Osim ibn Sobit roziyallohu anhu shunday so'dirab qatl qilgan olib chiqib ketayotganda, "Ey Muhammad, menga ham Qurayshga qilgan muomalani qilmaysanmi? Agar qatl qilsang hammasini men ham qatl qil. Agar ozod qilsang ozod qil. Agar fidya kerak bo'lsa, fido ham bering. Nimaga hamma Qurayshga qilgan muomalani qilmaysan?" dedi. "Chunki sen falon ish qilgansan, Alloh va rasuliga qattiq dushman bo'lgansan" dedi. Osim ibn Sobit olib chiqib, asrlar qatoridan bo'lsa ham olib chiqib qatl qildi. Demak, ba'zi bir mushriklarni payg'ambarimiz avf qilgan bo'lsa, ba'zilarning yaxshiligini unutmagan bo'lsa, ba'zilarini kechirmagan. Chunki kechirilmaydigan odamlar edi bular. Chuqurga tashlashlik uchun Umayyah ibn Xalafni ham so'dirab olib kelishdi. Hamma yo'qni jarohatlashgan edi, lekin hali joni chiqmagan edi. Uni ham chuqurga tashlashlik uchun so'dirab kelishayotganda go'shtlari bo'linib ketadigan bo'lib qoldi. Uzilib ketdi go'shtlari. Payg'ambarimiz o'sha joyda qoldiringlar. Yerning ustida turganida toshlar bilan ko'mib qo'yiladi dedi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu 70 ta mushrikning jussasi tashlangan chuqurning oldiga bordi. Bu Abu Jahl tashlangandan keyin. Va ularga qarab turib, o'lib, sasib yotgan jussalarga qarab turib, "Ey Amr ibn Hishom, ey Utba ibn Robiya, ey Shayba ibn Robiya, ey Uqba ibn Abi Muayyid, ey Valid ibn Utba", nomma-nom mushriklarni, sayyidlarni atlarini aytdi-da, "Inni qad wajadtu ma wa'adani robbi haqqo. Fa hal wajadtum ma wa'adakum robbukum haqqo." Men dedi payg'ambarimiz o'liklarga qarab, "Robbim va'da qilgan narsani haqligini topdim" dedi. "Men g'olib bo'ldim ustinglardan. Sizlar ham xudolaringiz, robbilaringiz aytgan narsani haqligini topdinglarmi?" dedi. Umar ibn Xattob payg'ambarimiz oldida turib, "Ya Rasululloh, ha bu sasib turgan jussalarga gapiryapsizmi? Ular eshitadimi?" deb hayron bo'lib so'radi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar, "Ey Umar, ular sizdan ko'ra meni yaxshiroq eshitishadi" dedi. Chunki endi gapira olmaydi. Endi javob qaytara olmaydi. Endi harakatlana olmaydi, faqat eshita oladi endi.
Sizdan ko'ra ular meni yaxshiroq eshitayapti dedi. Bir zarbada Quraysh sayyidlari, kufrning boshliqlari bir zarbada hammasi halok bo'lishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga xabar yetkazishlik uchun ikkita sahobasini jo'natdi. Bu vaqtda Qurayshdan tirik qolganlari qochib Makka ga qarab ketar edi. Birinchi bo'lib Makka ga Haysuman ibn Abdulloh al-Xuzoi ismli kishi yetib bordi. Yetib bordida nima xabar keltirding deb so'rashganida Abul Hakam qatl qilindi, Utba qatl qilindi, Shayba o'ldi, Valid o'ldi deb nom-nom aytishni boshladi. Qurayshliklar bu xabarga ishonishmadi. U shu so'zni aytib turganda Safvon ibn Umayya nariroqda o'tirgan edi. Umayya ibn Halafning o'g'li. Bu aynib qopti dedi. Bu kallasi aynib qopti dedi. Men haqimda so'raylar nima derkin dedi. Safvonga nima qildi dedi. Nima qiladi Safvonga? O'g'li o'tiribdi dedi. Ya shundan ma'lum bo'ldiki, bu aql hushi joyida edi. Uni gapiga ishonganlar bo'ldi, shubhalanganlar bo'ldi, inkor qilganlar bo'ldi. Lekin vaqt o'tishi bilan qochib kelayotgan qo'shin adadi ko'payib, Makka ga kelganlar soni ko'paygandan keyin uni aytgan gaplari haqligi ma'lum bo'ldi. Endi Qurayshning sayyidlari bir duf'ada, bir zarbada hammasi qatl qilindi. Endi Makka da sayyidlarning oqsoqollari hisoblangan ikkitagina odam qoldi. Makkaning kattalaridan Abu Sufyon va Abu Lahab qoldi. Abu Sufyon ibn Harb hukmni qo'liga oldi. Hukm e'lon qildi. Aytdi, hech kim yig'lamasin dedi. Va hech kim asirlarni ozod qilgani fidosini ko'tarib bormasin dedi. Abu Lahab o'zini ukasi Abbosni uyiga bordi. Abbos ibn Abdul Muttalib, Abu Lahab Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib aka-uka bular. Abu Lahab o'zini ukasi Abbosning uyiga bordi. Abbos haqida biror bir xabar bormikin deb uning ayoli Ummu Fazlning oldiga borganida bir Badrda qatnashib qaytib kelgan kishi ularga bo'lgan narsani aytib berayotgan edi. U yerda Abu Lahab, Ummu Fazl va Abu Rofi bor edi. Abu Rofi Abbosning ozod qilgan quli, mavlosi edi. Musulmon edi, lekin islomini bildirmagan edi. Abu Lahab so'radi: "Musulmonlardan sizlarga eng ko'p aziyat yetkazgan kim bo'ldi?" dedi. Ko'hragiga tuyoqishni parni ilib olgan odam bizga juda bir qattiq aziyat berdi dedi. Kim ekan u dedi? Hamza ekan dedi. Hamza ibn Abdul Muttalib. So'ngra Abu Lahab so'radi: "Qanday qilib yengilib qoldinglar buncha adad bilan?" desa, "Bilmayman. Bizni ustimizga oppoq libos kiygan shunday bir jangchilar keldiki, Allohga qasam, ularning ro'parasida hech kim tura olmaydi" dedi. Bu gapni eshitib turib Abu Rofi shijoatlanib ketib, "U farishtalar" deb bordi. Abu Lahab bunga qarab turib, "Sen qanday farishtalar deysan? Yo sen ham ular bilan birlamsan?" deb uni urib ketdi. Qattiq urib ketdi. Ummu Fazl o'zini mavlosini ajratishlik uchun har qancha harakat qilmasin, eplolmadi. Shunda Abu Rofi hushidan ketib qolguchi urdi Abu Lahab. Shunda ham to'xtamayotganini ko'rib, Ummu Fazl katta bir ustunda oldida borib turib Abu Lahabni boshiga urdi, Abu Lahabni boshi yorildi. Shu yegan kaltagi va Badrda yetgan musibati sabab uyidan chiqa olmay qoldi, unga bir kasal yetdi. Abu Lahab payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakisi edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tug'ilganida xursandchiligiga cho'risi siz jiyanli bo'ldingiz, ukangiz o'g'il farzand ko'rdi deganida ozodsan deb borgan edi. Payg'ambarimiz tug'ilganda shunaqa xursand bo'lgan edi Abu Lahab. Lekin payg'ambarimiz risolat olib chiqqanda birinchi bo'lib dushmanlik qilganlardan bo'ldi. Kunlardan birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam toqqa ko'tarilib va sabaha deb qichqirdi. Ya'ni dushman kelganda aytiladigan qichqiriq. Hamma yugurib chiqdi. Nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Sodiqul amin va sabaha deb chaqiryapti. Bunaqa ish qilgan emas, demak bir ish bo'lib chekilik. Bu da'vatda avvalida. Nima bo'ldi deganida payg'ambarimiz aytganki, agar mana shu tog'ning orqasida sizlarning ustinglarga bostirib kelgan bir qo'shin tayyor turibdi desam, ishonasizlarmi deydi. Ular aytadi, "Ha, sizdan hali shu kungacha biror marta yolg'on gap eshitmaganmiz" desa, unda guvoh bo'linglar. Men sizlarni Allohning alamli azobidan ogohlantirish uchun kelgan payg'ambarman dedi. Deganda shunda Abu Lahab turdi amakisi. Tabbanlak dedi. Qo'ling qurisin dedi. Mana shu narsa uchun bizni jamladingmi dedi. Tabbanlak, qo'ling qurisin dedi. Alloh taolo Masad surasini nozil qildi. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.